To'da juda ham ideal sosteniyada hamda bogati komplektatsiyada, shuningdek zo'r narxlarda BMW X7 X-Drive 40 avtomashinamiz kelgan. Avtomashinamiz xrustalniy faralar bilan jihozlangan, 2023-yil ishlab chiqarilgan, kraskalari absolyutni toza. Bor yo'g'i 29 000 km masofa bosib o'tgan. Komplektatsiyasida head-up display, pnevmo podveska, stakanchik isitadi, shuningdek sovutadi, 160 gradus kamera, perforatsiya kojinli salon, rombik dizaynda, obduf, obogrev sidzeniya holatlari ideal, shuningdek matviy holatda. Akustikалari Harman Kardon, ves salon qismi laminatsiya qilingan. Avtomashinamiz 4 teshik davutchiklar bilan jihozlangan, kraskalari toza, ves kuzovlari broneplonkada. Orqa qatorlari ham ideal sosteniyada, orqa sidzeniya obogrev, 4 zonli klimat kontrol, shuningdek 3-rad detskiy sidzeniyalari ham mavjud. Avtomashinamizda R23 razmerdagi diska hamda balonlarda va M supportlarda turibdi. Balon holatlari ham, diska holatlari ham ideal sosteniyada. Xo'p, ma'lumotiga yana qaytadan to'xtalamiz. 2023-yil bor yo'g'i 29 000 km masofa bosib o'tgan, kraskalari toza, ves kuzovlari broneplyonka qilingan, bogati komplektatsiyada. Avtomashinamizda narxi va boshqa ma'lumotlar opsiyada bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun Karsmir.uz bemalol aloqaga kelib, kelishtirib zo'r narxlarda qilib beramiz.